Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli YouTube ishqibozlari. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Toshkent viloyati Angren shahar Chinobod mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Bu darvozamiz 3,5 ga 3,20 razmerga o'rnadi. Ofis summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari ikki oyog'ini tagi shiviller bo'ldi, tepasi 10 ga 5 profil bo'ldi. 1,7 stenada profili. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena, listlari 1,8 lik list. O'rtadagi shaxmatlari 2 ga 2 lari ham 1,5 lik stenada bo'ldi. 2 chaspaklari ham polni qalin, o'sha 1,5 lik stenada bo'ldi. Arqon chaspaklari, nejvenkalari mana oq nejvenkadan yopishtirildi. Juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklar mana o'rnatilgan zo'r zamok. Xudo xolasa yaxshi xizmat qilib kelyapti. Zamoklarimiz ham atkaz qilgani yo'q. Orqa holatlari, orqalari ham mana tekis, plotniy bo'lib juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, qadrli obunachilar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib, oldida bo'lishni unutmanglar. Videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.